Sizda bitta mashinangiz bor, naqd pulingiz bor, kvartira ololmayapsizmi? Bitta mashina sig'adigan kvartira topib keldim. Sizlarga adreslari ham prosta bomba joyda. Biz hozir balkonda turibmiz. Aslida uchun turib o'tib ketsam. Alipovorda hamma biladi, yonimizda Oseti qurilyapti, bu yoqda yangi bozor, yo'llar asfalt bo'lyapti, trotuarlar qo'yilyapti, akalar. Bu yerda 2 xonali skvozная planirovka, 2 tomondan shabada turadigan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Narxi $1100 dan yana kami bor. Bitta mashina bersangiz bo'ladi aka ustiga. Olib turib, uzi remontga berilgan, olib turib remont qilsangiz, полностью kirib yashasangiz bo'ladigan holatida. Hozir tashqari fasadlari полный bitgan domimiz, Zamzam stроительный kompaniyasi qurgan domni 3-etajda bo'lib qolyapti. Полный. Hozir kороткий obzor tutamiz. To'liq obzorini Yubazarosh katta kanallarimizda ko'rsanglar bo'ladi aka. Ko'rsatib qo'yasiz. Bu yer balkondan chiqqanimizda radiativniy sparamiz bo'lib qolyapti. Polga e'tibor beringlar. So'q holatida kvartiramiz. Bu yerda kladovkasi bilan o'zini отдельный kladovkasi bilan kladovkani o'tganimizda раздельный sanuzel bo'lib qolyapti. Bu yerda vanna qo'yasiz. Chiroyli bo'ladi. Keyingisi hojatxonamiz. Bundan keyingisi kuxnyamiz bo'lib qolyapti. Gaz qurilmalari, atapeniya qurilmalari kirgan, shu подземный парковкалari ham orqa tomonimizda ushbu bo'lyapti aka. Kilolarni yanimizda bu yerimiz pol uzun koridor bo'lib qolyapti. Koridorimizdan o'ngga bo'lganimiz uch lifimiz. Bu yerimiz mehmonxonamiz, mehmon o'tiradigan xonalar. Kvartiramiz 78 kvadrat metrdan iborat. Bu bo'yicha telefon qilib bilsanglar va 0998 01 100 raqamlariga telefon qilsanglar biz o'zimiz polni olib kelib ko'rsatamiz. Salomat bo'lasizlar.